Assalomu alaykum. Sadullah, yaxshimisiz? Sadullah, sizdan so'raymanda ba'zi bayonlar chiqgan internetda bir rasmingizni ko'rib qoldim. Siz Rayzenderda avval giyim sotgansiz. Albatta. Aha, bu o'zi nerdan? Musoal nishab kirib keldingiz. Hozir ish bilan bir joyga boraverdim. Xudo xolasa, shuni bir yo'l yo'lagan mashina tushuntirib bersam bo'ladimi? Bo'ldi, og'a. To'g'ri aytasan Shahzodbek, men vakuum sohasiga girmasdan Raycenter buyum bozorida 2012-yilgacha buyum savdo sotiq qilganman. Keyin 2013da mashina zavodi ochilgan Xazarisda, buni bilsangiz, shu Xazarisda ishga taklif etib, shu yerga kirib, shu vakuum sohasini o'rganib, keyin bir yarim yildan keyin Koreya Respublikasina mashina zavodini professional bo'lib o'rganish uchun Koreya zavodini ketganmiz, zavod tomonidan. Bu yerga borganimizdagi bu yerda Pak degan ismli bir bola bor edi. Shu Pak degan ismli boladan biza shu vakuum sohasini professional jet 0 dan to 100 gacha konkret o'tishni hamma sir-sirotlarini o'rgatgan. Ha, demak siz vakuumni professional bu yerda emas, Koreyada o'rgangansiz. Albatta Koreyada. Faqat bu yerda mashina zavodida yengil me'yorlarni o'rganganmiz. Lekin Koreyada optimizni oshirganmiz. Keyin bu yerga kelib texassiz. Albatta. Havo. Koreyadan keyin kelib, bir de zavodda ma'lum bir foiz ishlab, bir de ishdan bo'shab, keyin bu yerda o'zimizni Urganchda, Chakkapani ko'chada shu avvalgi eski turk bozori orqasida shuda ustaxona ochganmiz. Bu yerda ochgandan keyin xudo xolasa shu o'zim sohamni ochib, izlanib, boshqa davlatlardagi katta ustalarni bilan birlashib, informatsiya olishib, o'zlarimizni kasb bo'yicha sir-sanatlarni fikr almashib, boshqa yurtdagi davlatdagi, masalan, Rossiya va Koreya va Amerika shular bilan katta masterlar bilan bilim almashib, bilimimizni oshirganmiz. Hozirgi kungacha xudo xolasa bilasiz, shu PDR o'quv markazini ochganmiz. Shu o'zimiz bilimlarimizni xudo xolasa yangi o'sib keltirgan kelajak avlodga o'rgatishga qaror etdik va alhamdulillah shu hozircha 10 dan ziyod shoir chiqarganman. Yangi talabalar hozir o'qib tayyorlanib turibdilar. Hozir shu bir oyda Xabarizba shu 5 bolani qabul etib bilamiz. Shundan hozir 4 bola bilan zanit bo'lib turibmiz. Yana bir bola olamiz. Xudo xolasa, kim shu qiziqish narsa bo'lsa, bizning soha bo'yicha professional ustatib chiqaramiz inshaalloh. Bizning kasbimiz o'ta bir qiziqarli va ajoyib hunarlardan biri deb o'ylaymiz. Yana Shahzodbek, o'zingizga keraklarni oldingiz deb o'ylaymiz. Xudo xolasa. Endi Sadullah, eshitaman. yoshlara bizga qatori bizdan kichkina ukalarimizga nechik maslahat berasiz, nechik bir motivatsiya bersangiz. Yana Shahzodbek shu yilgacha 10 dan ziyod shoir chiqarganman deb aytganman. Xudo xolasa, ular haqqında bir video ishlaymiz. Ko'rasizlar, shu obunachilarimizga ko'rsatamiz. Xudo xolasa, shu mendan chiqqan shoirlarim o'zini yo'lini topib ketganlar. Hozir shu kordan o'zlari rizqini terib yuribdilar. Xudo xolasa, shuning uchun yoshlar, nima desam, tavsiyam hunar o'rgansinlar, kelsinlar, murojaat etsinlar. Xudo xolasa, biz shularni bir kelajakda bir yaxshi insoniyatga chiqaramiz, xudo xolasa. Bir kasbni egasi etib chiqaramiz inshaalloh. Bundan обязательно mamnun bo'ladilar.